Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Navbatdagi ko'chmas mulkimiz 2 etaj yarim plan hovli-joy 100% tayyor holatda. Do'stlar, lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, правительственный больницаdan o'tgan yerda, yo'lning ustunda почти. Tayyor holatda sotib qo'ydik do'stlar. To'g'ri kirib kelib yashab ketaverasizlar, inshaalloh birga kuzatib chiqamiz. Like'larni bosib beringlar. Oldin mramorlar döşelgen, ko'rkalar ishlangan, fon fasadlar ham ajoyib. Решетkalar ham baberniydi. Şu ограждениямizda mashin girib turadi. Как Tashkentskiy loyihada desak, mubolag'a bo'lmaydi. Решетkalarimiz yana turibdi. İçkari qismini danışamiz. Tak, kanalizatsiya qismi, ya'ni tashqariga chiqarilgan sistemasi, konditsionerlar ham bor ekan. Fon fasadlarini ajoyib ishlab qo'yibdilar. Stupenkalar ham mramorlardan ishlangan yurtdoshlar. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Uchotchiklar tashqi qismdan chiqqan. Bismillah. Giremiz, shundan açık, открытый dalan. Euro stilda remont qilingan, ayak astimiz kafellar urilgan, splashnoy, shundan kuxnyacha. Dalanımız açık dalan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, ramka uslubundan foydalanilgan, shundan bir chiroyli fon urilgan. Tak, chap tomonda prixожий mebellar o'rnatib qo'yibdilar. Avtomatlarimiz shu yerda vidayni jalyuzilar asilgan. Aynalarımız. Tak, su cho'chiklar, suv nasoslar shura o'rnatilgan, rakovinamiz, kafellar urilgan, eshiklar uzyupleniya. Lestnitsamiz yog'ochdan ishlangan, laklangan, ikkinchi etajga chiqadigan, ostidan foydalansa ham bo'ladi. Ya'ni, plysoz utiklarni qo'ysa oladi. Eshiklar baland katta olingan, ko'rishingiz mumkin. Chiroyli dizaynda. Bu yerda zala ikkili eshik qo'yilgan ekan. Yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Zalni kattaligini bahasini beğenmeyin. Do'stlar, yaqinda hali remonti qilindi. Laminat döşelgen, cheshib qolmaydigan sifatli yaxshisini attachment qilingan ramka uslubi. Do'stlar, patologlar ham ishlangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Lyustralar ham asib qo'yibdilar. Konditsioner bu aytib o'tdik videomiz boshida. Jalyuzi perdeler. Tak, endi mebellar o'ziniki, faqat shu yerda ustalarning kontroli, nazorati uyda yasholmay yurtdoshlar. Gelib ko'rsangizlar, guvohi bo'lasizlar. İnşallah feyzli xonadonimiz. 8 metre 5'a, tak. 8 metre 4,5 metre mi? Şunun olsa gerek. 420 mi? Razmerlerini xullas описаниеda yazamiz do'stlar. Tak. Dalan keng tushgan. Теплый pol, kafelar var. Bir de kuxnyaya giramiz. Kuxnyada do'stlar sharoit bor. Kuxnya mebel, gaz plita, tak, холодильник. Bu yerda sanuzolimiz. Girish eshiklari akvaplastik ramadan. Rakovinamiz, unitazimiz, vannamiz, da patolka, kafellar urilgan. Bu yerda spalnimiz do'stlar bu tomonda. Spalni ham balandligidan o'zini dizayni ajoyib. Zo'r svetlardan foydalanilgan. Katta spalni garnitura komplekt sig'adi. Daborlar ham ishlangan do'stlar. Bog' tomoni. Tak, bu yerda двухконтурный котелimiz, bu yerda kollektorlari, теплый polni и aristonimiz shu yerda ekan. Bu tomonda bog'i, bormi deydiganlar uchun bog'i, yulatizlari bor. Mramorlardan ishlangan do'stlar. Sashkalar qilinib, usti mramor stupenkalar, ko'rkalar ham, nashnoy biralari bor edi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan ko'ring. Qarasangizlar, barbekyu zona, tapchan, mopchan. Gaz cho'chiklar yana chiqarilgan ekan. Gelasizlar, ko'rasizlar, kelishinglar deb turibdi. Endi barter masalasi ham bor bu joyimizda do'stlar. Ya'ni kvartiralaringiz bilan ustuna pul bersangizlar, mashinalar ham ko'rib chiqiladi. Kvartira, uy joy, mashin barteri bor. İkinci etaja chiqdik do'stlar, dalanni tepadan görünüşü. Tak, bir yandan
Başlayalımız. Şimdi bir de spalnyamız var. Eshiklar yine nar eshiklar bilan daborlar ishlangan. Yog'och pol isitish tizimlari, registrlar o'rnatilgan bir yana do'stlar. Aldığımız endi bog'. Katta bog'. Elhamdülillah. Bu yanda zal. Yurttaşlar katta zal. Yog'och pol laklangan. Zo'r razmerlarini ekranda yozib o'tamiz. Bu atachen to'qilingan ramka uslubi fon отдельный. Yine içi pisochni. Gelip ko'ringlar do'stlar, patologlar ham takiz ishlangan. Bu yandan yana bir xonamiz, spalnya bu endi katta tushgan bu kvadratli ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa savdosini qilamiz. Narxi demay joyib, narxini keladigan bo'lsak, ekranda yozdik yurtdoshlar. Kelasizlar, ko'rasizlar, savdolashib, yarashtirib olasizlar xudo xolasa. Amon bo'ling, barter masalasi ko'rib chiqiladi. Yaqinlara ulashib qo'yinglar. Salomat bo'ling.